Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Zarurat bo'lmasa aslo soat 10:00 dan 17:00 ga qadar ko'chaga chiqa ko'rmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, ushbu ish haftasi davomida O'zbekistonda 17-iyunda, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 17-iyundan 19-iyungacha O'zbekistonning qolgan hududlarida havo harorati kunduz kunlari 40-42 darajagacha, janubda va cho'l hududlarining ba'zi joylarida esa 43-44 darajagacha ko'tariladi. Hatto kechalari ham harorat dim bo'ladi, faqat ertalabki soatlarda 24-27 darajagacha pastlaydi. Hafta oxiriga kelib esa harorat barcha hududlarda pastlaydi va kunduzgi harorat 35-38 darajani tashkil etadi. Tog'li hududlarimizda faqatgina 20-iyun kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkentda esa asosan kam bulutli ob-havo bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Poytaxtimizda ham 17-iyundan 19-iyun kunlarida havo harorati 38-41 daraja, 20-iyun kuni esa 35-37 darajagacha pastlashi kutilmoqda, deyiladi xabarda.